Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Navbatdagi o'rnatuv jarayonimizni yakunladik inshaalloh. Xudo xohlasa egalari ham o'zlari qabul qilib oldilar. Eshiklarimizni yopilishiga e'tibor beramiz. Bitta barmoqda har doimgidek Milano firmani yaxshi zamoklardan qo'yib berilgan. Ichkarisini ham obshipka qilamiz deb, keyin o'zlari boshqa yechim qilishibdi. Juda ham chiroyli yechim bo'ldi. O'zlarining talablariga qarab Mashq-mashqlarni ham yaxshisidan o'ziga podsvet qilib, chiroyli qilib qo'yib berilgan. Mana akamiz o'zlari ham ko'rib olyaptilar. Aka, eshiklar haqida fikringiz ikki og'iz ochib yoping. Gelimagi mashina eshigidan bo'libdi. Hamma ham o'zini sohasiga qarab javob beradi. Akam ham o'zi mashina sohasida bo'lgani uchun shunaqaligi qilyapti. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa Kompyuterga chiqarasiz. sizlarning ishlaringizni chiroyli qilib bitkazib beramiz inshaalloh.